Kitni qornidagi Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalomni Alloh azza va jalla buyurdi, kit yutib yubordi. Dengizga tashashdi qavm, kemadagilar. Shunda kit yutib olib tushib ketdi. 150 tonnalik kit, 50 tonna yog', 50 tonna go'sht, 50 tonna suyak. Bu kit shunaqa kattaki, odam bolasi tikka tursa og'ziga kirib, bemalol tikka turadi. Yutdi, suv tagiga kirib ketdi. Bu kit bir ovqat yeganda 4 tonna ovqat yer ekan, birodar. Uni rizqini yetkazar ekan Allohning qudratiga qoyil qolaylik. Unaqa kitdan nechta? Ha? Unaqa kitdan nechta? Siz bilan bizga o'sha odamlar nechta? Shular rizqini yetkazgan Alloh mo'min bandasi yalvorib duo qilsa, Alloh taolo payg'ambarimiz aytganlar, albatta Alloh taolo hayoli zot. Bandasi qo'lini ko'tarib yalvorsa, quruq qaytargani hayo qiladi deydi. Faqat bu banda qo'lini ko'tarayotganda taqvo qilib qo'ygan bo'lsin. Alloh aytganda yashab qo'ygan bo'lsin. Astagfirullah. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zolimin.